Beş balаңны ilib бар. Abdori doktor Qahar Barat. Bizdə toyğa barsan toyub бар, beş balаңны qoyub бар deydigan bir gap бар. Chet eldə onu beş balаңны ilib barğa özgərtməsək bolmadı. Bizning balalıq davrlarimiz qoyuq Uyğur muhitida o'tdi. Talçıvıqni at etib, Uyg'urcha vaqirishib, cho'qirishib cho'ng bo'ldik. O'quvchilik hayotimizni eslasak, biror savoqdosh yoki do'stimiz bilan gaplashmay o'tgan biror kunni ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Mana bularning hammasi bizning bugünkidek Uyg'ur bo'lishimiz uchun intayin normal bo'lgan hayot musofimiz edi. Әмма chet ellarda o'ltiraqlashib qolgan bizlarning bolalarimiz-chi, ular kunlab, haftalab, hatto oylab Uyg'ur do'stlari bilan gaplashmay yashayotdi. Ularda biz yashagandek qo'yiq Uyg'ur muhitining 10dan birimi yo'q. Ota-ona bo'lg'ichi bizlar bo'lsak, balalarimizga normal Uyg'urlik hayotining haftada bir kun yoki yarim kunini yetkazib bera olmayapmiz. Bak kuchidiq degandimi, ona til savodini chiqarib qo'yish bilan kupoylanayapmiz. Balamizni bir to'liq Uyg'ur qilib chiqish faqat ona til savodini chiqarib qo'yish bilan putadigan ish emas. Ular uchun bir yetarlik Uyg'urcha jamiyat hayoti, o'qish, yezish faoliyatlari lozim. Mushu deganlarning hammasi bala 15 yoshga kirguncha o'rganadigan va praktika qilib bo'ladigan vazifalar. Hozir bizning bolalarimiz ayni vaqtda chet el tili va ona tildan iborat ikki tilni o'rganyapti. Balalarni qo'sh tilga zo'rlash faqat bizning beshimizga tushgan bir zulm emas. Hozir dunyoda qo'sh tillik balalar bilan yalang tillik balalarning soni asosan tenglashdi. Jamiyatshunoslikda qo'sh tilliklarni 3-chi madaniyatdagi balalar deb ataydi. Masalan, ingliz tilini ilib aytsak, tug'ma inglizlar 80-yillarda oz sonliq millat bo'lib qolgan edi. İngilizlar nima degan talaylik? Chet til o'rganmasimi bo'ladi degandek gaplar hozir modadan qoldi. Amaliyotda qo'sh tillik bolalarning yalang tillik bolalardan jiq ortiqchiliklari bor ekanligi isbotlandi. Bir chet tilni o'rganish shu millatning madaniyat dunyosiga eshik echish demakdir. Biz ana tilimiz orqali Uyg'ur dunyosiga kira olamiz va shuningdek ingliz tili bilan g'arb dunyosini ko'ra olamiz. Bizning inglizcha o'rganishimizga bir xil yuqorqi intilish ro'yi singan. Ammo inglizlarning bolalari boshqa bir tilni o'rganish uchun xeyli egilishga majbur. Bo'lmasa o'zimning rost deb yuraverdi. Amerikada balalarning ingliz tili taraqqiyoti taxminan tövəndikicha. 1,5 yoshda 50 so'z bilan til chiqadi. Balalar 4 yoshga kirguncha 1000 so'z o'rganib bo'ladi. Balalar 5 yoshga kirganda 2000 dan ortiq so'z o'rganib bo'ladi. Boshlang'uchda 5000 so'z o'rganib bo'ladi. 2-chi sinfda 6000 so'z o'rganib bo'ladi. 3-chi sinfdan boshlab har yili 3000 so'z o'rganib mangadi. Balalar 12 yoshda 50,000 so'z o'rganib bo'ladi. Ular 15 yoshga kirguncha 60,000 so'z o'rganib bo'ladi. Demak, chet elda o'qiyotgan bolalarimning inglizcha va boshqa chet el tilida bizdan hech yordamga ehtiyoji yo'q. Biz chala-puchuq chet el tillarimiz bilan bolalarimizga gap qilamiz deb avori bo'lmay, Uyg'urchada ching turg'inimiz tuzuk.
1990-yılı chiqqan hozirgi zamon Uyg'ur tilining izoliq lug'atiga 60 ming so'z kirgizilgan. İngilislar uchun aytganda, bu balalar 15 yoshga kirgicha o'rganib bo'ladigan bir normal saviya. Agar uningga Uyg'urchani qo'shsak, tili yaxshi chiqqan balalarimiz 15 yoshga kirgicha jami 120 ming so'z o'rganib bo'lishi kerak. Ko'ryapmizki, balalarimizning yuki va bizning yukimiz mana shu qadar og'ir. Balalarimizga Uyg'urcha 60 ming so'z o'rgatib bo'lish uchun balalar to'liqsizni putirgicha shu jarayonda Uyg'ur maktablarida o'tiladigan barliq elifba, grammatika va til adabiyot degandek darslarni uyda o'rgatib bo'lishimiz kerak. Shundaqdimi u kitoblarda 60 ming so'zlik bo'lishi noto'g'ri. Balalarimizning ona tilining ojizligini va assimilyatsiya bo'lib ketayotganligini hammamiz ko'ryapmiz. Ko'z oldimizda ichilayotgan ona til sinflari asosan boshlang'ich maktab saviyasidan yuqoriga chiqaligini yo'q. Bizda balalarimiz zada qanchalik Uyg'urcha o'rgansa bo'ladiganligi haqida bir aniq boshlang'ich, o'rta va oliy o'lchamlar yo'q. Mencha ko'z oldimizda balalarimiz 15 yoshga kirgicha eng oz deganda 10 ming so'z o'rganib bo'lishi, eg'iz tili ravonligi 3-darajaga, ya'ni abstrakt uqumlar bilan savol-javob bera oladigan bo'lishi, Uyg'urcha dunyo klassiklaridan 100 ni o'qib bo'lishi, Facebook va ilxatlarni ravon yoza oladigan bo'lishi kerak. Bundaq shartlarni o'rinlab bo'la oladigan Abduvali Ayubdak oilalar nihoyatda oz. Uyg'ur til adabiyot xodimlarining oldidagi bir jiddiy vazifa 5 yoshdan 15 yoshga mo'ljallangan 10 qismliq ko'nikma, topshiriq, darslik, imtihon, muallimlar qo'llanmasi va digital formatlari to'liq bir yurish Uyg'ur til adabiyot darsliklarini ishlab chiqish. Shundaqda ota-onalarda nemini o'rgatish va o'rgatib bo'lish haqida bir aniq vazifa hosil bo'ladi. Hozir oramizda va O'rta Osiyoda bunchalik darsliklarni tuzalaydigan muallim va ma'arif tashkilotlari yetarlik. Gap bu ishning muhimligini to'nib yetish va ishlashga bel bog'lash. To'liqsiz o'rta adabiyot darsliklarimiz Uyg'ur madaniyatini tonishtirishning bo'shki. Ularni tuzganda Orxun Turk, Qadimiy Uyg'ur, Qaraxoni, Chag'atay, klassik va hozirgi zamon adabiyotini tarixiy orqa ko'rinish qilish va adiblarimiz bilan tonishtirishimiz kerak. Shu qatorda madaniy yodgorlik va go'zal san'at boyliqlarimizni sistemalik tushuntirishimiz zarur. Yoshlarimiz o'shki muqam, xalq naqshlari va dangliq san'atchilarimizdan xabardor bo'lsin. Balalarimiz milliy chalg'ularimizni qo'liga olsin. O'g'il qizlarning turli usullarini, harakat va ismlar bilan videolarda o'rgatishimiz kerak. 20-asrdagi to'xtovsiz yeziq islohotlari va har turli o'ris, Xitoy maktablari xalqimizning til adabiyot saviyasini tushiribdi. Nurg'unlarimiz u yeziqni bilsak, bu yeziqni bilmaymiz. O'zimizning tarix, madaniyat va dangliq shaxslarimizdan bexabar. Bu 10 tomliq Uyg'ur til adabiyoti darsligi Uyg'urlarning uylarida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qomus bo'lib qolsin. Balalarni Uyg'urcha romanlarga jalb qilish 60 ming so'zni o'rganib ketishning sharti. Qo'limizdagi iz, ana yurt degandek romanlar buning bir yaxshi boshlanish.
Onun nerisiga 300 kitapdan kem degende 100 kitapның tərcüməsini çıxıra alsaq, bu məsələ həll bolğan bolatdı. Uyğur Ali Tərbiyəsi proqramması bizning sapayimizni o'zgartib, assimilyatsiyaga taqobil turib, Uyg'urlarni musulmon dunyosining eng ustun madaniyat sarkisi qilib tiklaydigan birdan-bir yo'l. Balalarimizni mukammal Uyg'ur ziyolisi qilib chiqish bir oilaning tirishchanligi bilan bitadigan ish emas. Oliy tarbiya faoliyati har bir shaxs va tashkilotlarimizning ikkilanmaydigan bir burchiga aylansin. Onun uchun darhol tutish qilib amalga oshiradigan ikki muhim ish Uyg'ur orollarini qurish va 300 kitobni Uyg'urchaga tarjim qilib chiqish. Ko'z oldimizdagi 40-yillarda kelgan birinchi avlod, 90-yillarda kelgan ikkinchi avlod va hozirgi 3-avlod Uyg'urlarimizning oqibatiga qaraydigan bo'lsak, balalarimizning har yili turkumlab chet ellik bo'lib ketayotganligi bir ichinishli fakt. Agar balalar 15 yoshgacha tili to'liq chiqmasa, qolgani tas. Agar tadbir qo'llanmay mush peti ketaversak, mush asrning ichidala hammamiz parga aylanib tugaymiz va tugavatimiz. Biz chet elda yashab qolganimiz uchun an'anaviy turmush odatlarimizda bir necha xil o'zgarish va islohotlarni elib berishimizga to'g'ri kelyapti. Bularning ichida eng muhimi Uyg'ur balalar faoliyatlarini hassalab ko'paytirish. Balalarni opirib o'ynatish onalarning vazifasi. Lekin balalar opirib qo'shib qo'ysili bo'laveradigan qo'y podisi emas. Ularning faoliyatlari planliq va saviyalik bo'lishi kerak. Aran taslikda o'rinlashtirgan bu faoliyatlarda balalar yana bir-biri bilan yot tilda gaplashsa, tirishchanligimiz nolga teng bo'ladi. Shundoq joylarda va uylarda balalarga mutlaq yot tilda gaplashishga yo'l qo'ymasligimiz, yot tillik televizorlarni o'chirib tashlashimiz kerak. Agar bu ikki tuzumda mag'lub bo'lsak, balalarning assimilyatsiya bo'lib ketishi muqarrar. Biz o'ltirish, choy va nazirlarni cho'nglarga tayyorlaymiz. Balalarimiz uyda qoladi. Endi balalarimizni opirishga to'g'ri kelyapti. Balalarning Uyg'ur jamiyat hayotiga naqadar muhtoj ekanligini hammamiz ko'ryapmiz. Balalarga doim Uyg'urcha so'zlashishning muhimligini tushuntirib turishimiz, rag'batlantirishimiz va ularning orasiga cho'qim til soqchilarini qo'yishimiz kerak. Chet elda bizning balalarimiz yetim o'g'loq. Chet elliklarning balalari uyida ota-onasi o'rgatgan til bilan shu peti talaga chiqib balalar bilan gaplashidi, o'ynaydi va uningdanmi jiq yangi gap so'zlarni o'rganib kirdi. Bizning balalarimiz bo'lsa, chet elliklarning orasida shulardan o'rganib olgan yot bir til bilan qiynalib turib gaplashib o'ynashga majbur. Biz uyda o'rgatgan Uyg'ur tili talada oqmaydi. Ko'rib turibdimizki, oyda yilda bir bo'lib qoladigan Uyg'ur yig'ilishlarida bechara balalarimiz bir-birini ko'rsa xushal bo'lib portlab ketadi. Ular bu dunyoda Uyg'ur tili bilan, o'z ona tili bilanmi o'ynag'ili bo'ladigan ajoyib bir hayotning borligini ko'rib hayajonlanadi va o'zlarining to'plada yo'q yetim yesirli emasligiga ishonadi. Afsuski, balalarimiz xushalliq chiqqan bundaq yig'ilishlar necha soatga bormay tarqaydi. Ammo balalarimizning hayotini kashgacha va uzungacha davomlashadi.
Balalarning uyda o'rgangan ona tili uchun talada bir yetarlik praktika hayoti lozim. Bizmo shundoq bir chet tilini o'rganamiz. İşletmesek unutib ketimiz. Balalarımızmı uyda ana tilini o'rgansa, sirtda Uyg'urlarga aralashib, Uyg'ur bo'lishni o'rganadi. Balalarımızning uyda o'rganadigan narsalari bir yurish, balalar orasida o'rganadigan narsalari bir yurish va cho'nglarga aralashib o'rganadigan narsalari yana bir yurish. Afsuski, biz balalar talab qilayotgan undaq sharoitlarning hech qaysini ta'minlab bera olmayapmiz. Bu atalmış Uyg'ur maktablari ichilib bo'lg'icha, Uyg'ur uylari ilinib bo'lg'icha va Uyg'ur mahallari qurilib bo'lg'icha balalarimizning bo'yi biz bilan tang bo'lib ketib bordi. Ularni saqlab yasaq, balalarimizdan ayrilamiz. Chet eldagi bundaq tarqaq sharoitda biz cho'nglar maqsadli holda balalarimizni oramizga ilishimiz kerak. Vatanda balalarni cho'nglarga qassa, bir beadablik hisoblansa, chet elda bu bir vazifa. Biz mushu yo'llar orqali kam yerlarni to'ldirmasak, boshqa amalimiz yo'q. Joylarga balalarni ilib berishning balalar faoliyatlariga o'xshamaydigan bir cho'ng farqi shuki, balalar orasida bir xil narsalarni o'rgansa, balalar cho'nglar orasida Uyg'urning bir yurish urf-odatlarini o'rganadi. Qizlarimiz ayollar orasida birga o'ltirib, gaplarimizni tingshaydi. Tizg'anlarga qaraydi, yasnishlarimizni do'raydi, hatto g'ayvatlarimizni anglab, sepi o'zidan Uyg'urxon qiz bo'lib cho'ng bo'ladi. O'g'illarimizmi mashrab ko'rmagicha odam bo'lmaydi. Afsuski, biz parcha-purat yashaymiz va balalarimiz Uyg'ur mahallaviy hayotidan mahrum. Biz bu yo'chuqni sezmayapmiz. Uyg'urcha tili xeyli yaxshi chiqib bo'lgan balalarimizda qandaqdo bir narsalarning kam ekanligi bilinib turdi. Cho'ng kichiklar birga o'ltirish hech bir nomus ish emas. Qozoq, qirg'iz va mo'ng'ullar ayol, qeri yosh ayirmay hammasi birga o'ltirdi. Ularning o'ltirish va o'langlari bak qiziydi. Ularning balları bo'yiga yetmay turib, tilga va qo'shoqqa ajoyib boy bo'lib ketadi. Bizning o yoshdagi balalarimiz duduqlab ikki eg'iz muhabbat izhorlashnimi bilmaydi. Xitoydagi 50 necha millat bir chetda tursin, chet eldagi har Amerika, Angliya, Arab va Turk deganlarni ko'rdik. Bizdak adablik, radlik, barda keldi qilishadigan xalq yo'q. Biz so'linib qolg'achqa milliy urf-odatlarimiz buzilmagan. Uyg'urning qizlari chiroyliq, uyni obdan tutadi. Uyg'urning erlarida boshqalardek badqiliqlar oz. Bu jahondagi har xil buzilib ketgan xalqlarga qaraganda Uyg'urlar ko'p yaxshi. Padishaplik, imonliq, mehmondo'st va madaniyatli xalq. Uyg'urning to'pi paskina emas. Balalarni qo'shib olsak, bizdan yaxshi narsalarni o'rgandiki, yomon yo'lga mangmaydi. Hozir qisman balalarimiz turli jinoyat va xato yo'llarga mengayotidi. Buning mas'uliyati oldi bilan ota-onasida. Ularning buzilib ketishidagi konkret sabablar har xil bo'lsa-mu, buning ichidagi bir o'rtaq ahvol yolg'izlik. Ularning cho'qim tangtushlardan va cho'nglardan do'stlari bo'lishi kerak. Ular bilan mungdishadigan, hayotidagi murakkab ishlarga hamdam bo'ladigan, bo'libmi yomon yo'llardan ogohlantirib turadigan va ish harakatlarini kuzatib turadigan ko'zlar bo'lishi kerak.
Balani yalğız tashlab qo'yish xatarlik. Ammo har qandaq topda yurt buzuqidan bir ikkisi chiqib turdi. Bir yomon o'nni buzudi. Undaqlarni uchiqdab turish o'ziga va jamoatga foydaliq. Sen balangning qandaq balalar bilan aralashayotganligini va nima ishlarni qilayotganligini marab tur. Bizda bala tarbiyalash onalarning ishi. Biz erlar bo'lsak, bir o'yib qo'ygan haykal. Biz topshiriqlarga qarashni, balalarning savollariga javob berishni, qisqasi, ular bilan tuzuk paranglashishni bilmaymiz. Bir necha yil o'tgandan keyin balalar gepi bo'lsa apsig'ili deb bizga demaydigan bo'lib qoladi. Biz bu uyda talog'i chiqib pul tepib kirishdan boshqani bilmaydigan bir ishchi. Yaxshi uyda ayoli bilan balalarni beshiga oladi. Talada yaramsiz erlar uyga kirib o'kiraydi. Bir uyning baxtli ekanligi ona va balalarning kulki ovozidan ma'lum bo'ladi. Har haftada balalarni faoliyatga opirdiganga hech kimning vaqti yo'q. Ammo balalarimiz haftada bir emas, balki uningdan jiq faoliyatga muhtoj turibdi. Bu yo'chuqlarni to'ldirish uchun qo'limizdan keladigan choralarni istab topmay bo'lmaydi. Masalan, hozir siber dunyosi balalar hayotining ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Torlarda balalarni Uyg'ur do'stlarga bog'lash bak muhim. Cho'nglarda o'rtaq til xeyli muqim turdi. Balalarda o'rtaq til har 2 yilda bir almishib turdi. 5 yoshliklar, 7 yoshliklar, 9 yoshliklar, 11 yoshliklar, 13 yoshliklar va 15 yoshliklarning o'rtaq tillari o'zgacha bo'lib, ularni bir yerga elib kelish tas. Mushu o'lcham bo'yicha ayirganda bizga 6 yurish ma'rif programmasi kerak. Balalar televiziyasi ochganda kam deganda o'smirlar boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'tira deb 4 xil televiziya stansiyalarini echish balalarimizning ehtiyoji. Bularni amalga oshirishga ziyolilarimiz to'liq va pul chiqaradigan Uyg'urlarimiz tayyor. Televizor to'g'riliq bir maxsus o'rganish kursi echish kerak. O'quvchilarga, tarjimonlarga, muallimlarga, kitobxonlarga, televiziya va radiolarga iyoni berib turish Uyg'urlarning bir yaxshi madaniyatlik odati bo'lib qolsin. Yevropaliklar shundoq, yaponlar shundoq, turklar shundoq va bizmi shundoq bo'lishimiz kerak. Madaniyat xodimlarini taqdirlab turayli. Ular millat uchun ishlayotidi. Iyoni so'rash hargiz ayib ish emas. Riyosatchilar xalqdan 100 so'm kelsa-mu ismini atab rahmat aytishni unutmayli. Uyg'urlarning uylari Uyg'urcha kitoblar bilan, televizorlari Uyg'urcha kanallar bilan to'shib ketsin. Topgan pulimizning bir qismini zakotga bersak, jiq gunohlarimiz yo'yiladi. Cho'nglardan mayli balamiz bo'lsin bo'lmasin, mushu kunlarda jamoatga qilib beralaydigan yana bir ishimiz, tonishlarimiz yoki tuqqanlarimizning bir necha balasiga xolisona Uyg'ur tili tarbiyachisi bo'lib bersak. U uyda balalarning tili qandoq chiqyotidi, o'qish natijalari qandoq degandek masalalarga ko'z quloq bo'lib tursak, balani qandoq tarbiyalash hamma uyning birinchi g'ami. Bizda tajriba yo'q va ularni tushunib bo'lg'icha balalar cho'ng bo'lib ketib bormoqda. Bu xil xolisona yetakchilik balalarga va ota-onasiga qo'shimcha bir madad, nazorat va kapolat bo'ladi.
Biz Uyghur aralarını bərpa qilish moyim davatımız. Kaşki 3 ailenin bir binada yaşığını görmeymiz. Pada baqqanda dost idik, yağa çaqqanda ayrıldık. Isil öyge kirimen dep tozub ketgendin, addi binalarda xoşnu bolup yaşıgan yaxşı emasmı? Uyghur arallarının en töven ölçümü Uyghur balalar topi. Meyli qancha aile birge bolmaylı. Balalarımız yügrep çıkıp talada birge oynayalısa hesap. Biz tuğulgan küllerimizde şam püdümey çoğun bulduk. Bir günü palan yıldızlık bir mihmanxanada bir kimler kızının tuğulgan gününü ötküzüp etipti. Qarasam 11 yaşlıq kızının resimini 3 qavat bina bilen tang ekranga chiqirib qo'yibdi. Başta ularni boyligini ko'z-ko'z qilayotgan mafiyalar deb o'ylagan edim. Keyin o'ylasam, undaq hashamat qilganning haqiqiy mazmuni uningdimi cho'nqir ekan. Yevropaliklar nima uchun bolalarining tug'ilgan kunlarini o'ksitmay o'tkazadiganligining ahamiyatini asta-asta tushunishga boshladim. Tug'ilgan kunlarini to'liq o'tkazgan bolalarning hayotga intilishi yuqori bo'ladi ekan. O'zini esil chog'lagan bolalar cho'ng bo'lganda qora ishqa ko'nmaydi va tirishadi. Masalan, bizdan ba'zilar kelib, til o'rganib, oshxonada yarim yil ishlab, o'z yo'lini tepib ketadi. Ammo ba'zilar shu peti ishlayverdi. Shuning uchun biz uydagi malakalarimizning, shahzodalarimizning tug'ilgan kunlarini o'ksitmay, cho'ng va hashamatli qilib berishimiz kerak ekan. 3 yoshdan 20 yoshdagi bolalarimizga davomliq qator choy, večer, piknik, ta'til lagerlari va sayohatlarni uyushtirib berish bola topgan ota-onaning bir burchi. O'g'il qizlarimiz kichkidan tortib bir-birisi bilan tanishsin, adash bo'lsin va uylik o'choqliq bo'lib, jiq bola topsin. Bir uyda bola 3dan kam bo'lsa, psixologiyasida to'liq bo'lmaydi. Yot millat bilan to'y qilishga bo'lmaydi va baribir oxir chiqmaydi. Qosh ko'zini deb yot millatlar bilan to'y qilganlarning mutlaq ko'pi ajrashib bo'ldi. Uning ichida nihoyat jiq, murakkab til, milliy urf-odat, diniy e'tiqod, milliy psixologiya, urug' tuqqanchilik, ulfatchilik va ijtimoiy munosabatga yotadigan sabab va omillar bo'lib, nurg'unlarning tegiga yeshimiz 50 kiribmi yetib bo'lolmaymiz. Bir yotqanda yetish faqat 100 xil o'rtaqlik ichidagi eng oddiy bir jinsiy o'rtaqlik. Bir uyni uy qiladigan qolgan 99 shartni birlikka keltirish uchun atidan kashgacha jidallashish yoki yillab murassa ichida yashash bir tas ish. Uning oqibati ya taqdirga taslim bo'lib, buruqtum ichida yashash yoki yurakni zida qilib, bolalarni yetim qilib ajrish. Bundaq ishning xato ekanligi qayta isbotlanib bo'lgan bir pak. Uningga qarshi talvilik qilib, dunyoda aron bir qatim keladigan qimmatli hayotimizni tajriba chashqini qilish, o'zimizni hojatxonaga tashlab o'tishdan boshqa narsa emas. Biz Uyg'urlar chet elchilikda bir-birimizga yurtimizdagi oliy shartlarni qo'yg'il tursak bo'lmaydi. Uy tutishga tayyor qizlarimiz, cho'kanlarimiz saqlab, oxir turklarga, arablarga tegib ketib bordi. Hozir ayollar ayrim choy o'ynaydigan bir qaloqliq maydonga kelyotdi.
u ayollarni jamiyatdan cheklashning birinchi qadami va G'arbi Osiyoliklarning ishi. Ayollarning o'rni bir millatning madaniyat saviyasini o'lchaydigan bir barometr. Biz Uyg'urlar u qadar zinodan cheklab turmisi buzilib ketadigan bir axloqsiz xalq emas. Undaq xurapiy o'ltirishlarda erlar texmi jiq sat gap qilishadigan, ayollar g'ayvat shikoyatni yog'dirib etadigan bir cheklimisiz, padishapsiz muhit paydo bo'ladi. Millat orasidagi do'stlik, inoqlik va hamkorlik suyuqlashadi. Burun Uyg'urlar mashrablarda ayol, cho'ng kichik hamma odam bir ho'yliga yig'ilib, chiroyliq naqsh usul, larzon sozlar va qo'shoqlarni qo'shadi. Esimni bilsam, kichigimda, G'o'ljida, hatto mazurka, chardosh va balmaskrat degandek Yevropaning o'rda tansillarmi bor edi. Ammo saraliklar baribir o'zlarining yumor va satgaplarini ozoda davilish uchun 30 o'g'il bir uyga kirib mashrab qiladi. Ayol birga o'ltirganda og'zini buzmay kulki chaqchaq qilish bir oz tas. Pakt isbotlidiki, ayollar to'p bo'lsa, yurt tuzilib, ayrim bo'lsa, yurt buziladi ekan. Undaq cho'ng to'pda kichiklar cho'nglardan o'rganadigan, cho'nglarmi gap so'z, yurish turishlarga diqqat qiladigan bir xil adablik muhit paydo bo'lib, axloqsizlik va fitna fasodlarga fursat bo'lmaydi. Arablarning o'ltirishlarini videolarda ko'ryapmiz. Qiliqlarining satligiga odamning ichi elishidi. Ular xotinlarni uyga solab qo'yib, erlar ayrim o'ltirg'ini bilan yana baribir taladan bir necha ayolni tepib kirdi ekan. Afg'ondimi erlar ayrim o'ltirib, narisida o'g'illarni o'tirg'i chiqarib qo'yib, ayollarcha o'ynatib, shuningdan o'zlari biladigan bir xil havaslarni qondirdi ekan. Undaq bozorlari erlar bilan to'shib ketgan davlatlarda ayollar uyning quli. Ularning mutassiblik ichida cho'ng bo'lgan xonim qizlarimi shu xil hayotga ko'nib ketibdi. Ozodlikqa yetilasangiz, beshingizga tosh otadi. Assimilyatsiyaning birinchi qadami tarqilib ketish. Uyg'urlar hozir bak tarqoq. Hatto bayramlarg'imi yerimi kelmaydi. Bu bir xatarlik boshlanish. Agar biz qaytadan o'mlashmoqchi bo'lsak, bir yurtliq, minkavxan, dinchi va cho'ng kichik deydigan guruhlarimizni bir chetga qayirib qo'ymasak bo'lmaydi. Bu chet elchilikda o'z yurtimizda bo'lgan bo'lsak, qaror ko'zimiz yo'q bir narsalar bilan bir dasturxonda o'ltirishga ko'nishimiz kerak. İttifoqlashayli degan bu chiroyli shuarning tegida mana shundoq murakkabliklar va tirishchanliklar yetibdi. Hozir ko'p sondagi Uyg'urlar to'pda yo'q. Mushundoq cho'ng bir krizis ostida yotsak, yana yurtvozlik qiladiganlarning buzg'unchiliklarini josusdan kam emas desakmi bo'ladi. Yaxshi jamoat boshliqlari oldi bilan bolalarning ma'rifiga ko'ngil bo'ladigan, yoshlarni yig'adigan, kishilarning dardiga darmon bo'ladigan ilmiy dokladlarni uyushtirib turadigan, madaniyat faoliyatlarini jonlantiradigan va xalqni ittifoqlashtiradigan bir xil karizmatik ziyoli odamlardan bo'lish kerak. Bizning liderlarimiz Sharq Turkistonni ozod qilish bilan aldirash bo'lib ketib, bu ishlarga cho'lis tegmayotdi. Tushunsak, Uyg'ur jamoatlari vatansiz Uyg'urlarning vatani
musafir Uyg'urlarning egisi, balalarimizning maktabi. Uyg'ur jamoatlarining dushmanlari josuslar, shuhratparastlar, shaxsiyatchilar, yurtvozlar va fitna fasodchilar bo'lib, ularning keltirgan va keltirayotgan ziyonlari yuragimizni zida qilib, avlodlarimizni vayron qilmoqda. Jamoatlarimizning pokligi va ittifoqligini qo'g'dash har bir oq ko'ngil vatanparvar Uyg'urning bosh tortib bo'lmas burchi. Odam bu dunyoga bir qatim keladi. Bu chet elda musofir bo'lib qolganimizni ozdab, nurg'unlarimiz jamoatga aralashmaydigan, Uyg'urlardan yiroq turadigan, eng qimmatlik Uyg'urlik hayotimizni qurbon qilib o'tadigan bir ichinishlik yo'lni tanlayapmiz. To'g'ri, jamoatli bo'ladi ekan, uning ichida har xil ishlar bo'ladi. Bo'libmi biz Uyg'urlarda, Yahudilardek, Koreyaliklardek inoq bir-birsini yo'laydigan jamoat qurmoqdasiz. Hammamiz jamoatdan yordam tamo qilamiz. Hech qaysimiz jamoatga to'p qo'shmaymiz. Biz chet eldagi Uyg'urlar cho'ng ma'nodan aytganda yurtdan ayrilgan musofirlar va kichik ma'nodan aytganda o'zimizning eng kichik madaniyat guruhidan ayrilgan yetimlar. Jamoatdan o'zini tortganlarning ko'pinchisi Uyg'urdan bezor bo'lganlar emas, balki o'zlarining kichik madaniyat chambarkini topolmaganlar. Ular bizga aralashmay, ezib-tezib ketishga roziki, o'ziga sal o'xshamaydiganlar bilan aralashishni xohlamaydi yoki aralashishni bilmaydi. Ular mohiyatda bir g'arib va yordamga muhtoj odamlar. Ularga bu fitna fasod jamoatlarimizni chiroyli ko'rsatib, tatib akirish bizning vazifamiz. Shuni tushuntirishimiz kerakki, jamoatdan o'zini tortganlar atsili adavini balasidan ko'rdi. Bu yerda Uyg'ur ona tilini balalarga o'rgatmaydigan, Uyg'ur tili yaramas til deydigan va assimilyatsiya bo'lib ketishni qabul qilgan ota-onalarni tanqidlamay bo'lmaydi. Bundaq ota-onalar balalar kichik vaqtlarda chala-puchuq yot tillar bilan gaplashgani bilan 15 yoshdan oshgandan keyin undaq o'rtaq tillar tugaydi. U chaqqa borganda uyning ichidagi bu beaplikka odam chidab bo'lmaydi. Urushsiz urush, jidalsiz jidalga aylanib qolgan bu oila munosabatlari, kelishim va murassalar ichida oron 3-4 yil davomlashadi. Ota-onasiga mehri yo'q, Uyg'ur millatiga hurmati yo'q holda tugidak bo'lib qolgan bolalar bilan bir ustalda yomonlashgandek o'ltirib tamoq yeyish ota-ona uchun bir xo'rliq va nomus. Undaq yotlashib ketgan bolalar o'zlarimiz 20 yoshga kirib, oliy maktabga ketgicha oron chidaydi va uningdan keyin Uyg'urni aslabmi qo'ymaydi. U yoshga yetganda ularning orqasidan yugurib berib, divani lug'at turk bilan o'shki muqomni tanlaganimiz bekor. 15 yil bak qisqa vaqt. Bizda tilsiz cho'ng bo'lib ketgan bolalarni davolaydigan Uyg'ur doktorxonasi yo'q. Uyg'ur ona til maktabi undaq ma'lumotlardan yiroq. Faqat tilni o'rgatadigan bir narisida bolalarning dunyosi. Xaloyiq eng aqallisi bolalarimizni til maktabiga opirishdan bosh tortmayli. Til maktabining til o'rgatishdan boshqa maqsadi yo'q. Sen o'zingcha Uyg'urdan yiroq, xotirjam yashayapman demsan, hamma Uyg'urdan avval o'zing yo'qlayapsan.
Biz shuncha tirishib, ballarimizni Uyg'ur qilolmayotgan yerda, sen ularni ap qichib, naga bormoqchi? To'ylarda va choylarda ba'zi yuzlik obro'li xonimlar va apandimlarning ballarini ko'rmaymiz. Balkim kelar yilimi ko'rmaymiz. Ular endi kelmaydi. 20 yil o'tgandan keyin ularning uyidan Uyg'urcha ovoz o'chidi. Balalarimiz ashundoq yotlashib ketgan cho'nglar millatga bu ibratlarimizni ko'rsatishimiz kerak. Tugidi. 2019 yil 8 iyun